Nyu-York aeroportida Green Card'ga suratga olish uchun bir musulmon oiladan hijoblarini yechishlarini so'rashadi. Ona ancha sarosimaga tushib, oxiri baribir uni yechib tashlaydi. Uning orqasidan ikkita qizi ham hijoblarini yechishadi. Navbat eng kichik qizi Xalaga kelganida u hijobini yechishdan bosh tortadi. Aeroport xodimlari va oilasi uni ko'ndirishga harakat qilishadi, lekin u fikridan qaytmaydi va Allohdan kechirim so'ray boshlaydi. 13 yoshli qiz agar Amerikaga kirish uchun men dinimdan voz kechishga majbur bo'lsam, men Suriyaga qaytaman deydi. Aeroport xodimlari endi bularning hammasi foydasizligini tushunib, uni yolg'iz xonada qoldirishadi va agar u yana rad etsa, Suriyaga qaytarib yuborishlari bilan tahdid qilishadi. Tabiiyki, u yana buni rad etadi. Natijada esa ular taslim bo'lishadi va bu Amerika tarixida birinchi hijobdagi Green Card surati bo'ladi. Lekin oila Xala tufayli Kaliforniyaga uchadigan reyslarini o'tkazib yuborishadi va samolyot ularsiz ketadi. Buni qarangki, bir necha daqiqadan so'ng Xalaning oilasi uchish kerak bo'lgan bortida 295 ta yo'lovchi bo'lgan samolyot halokatga uchragani haqida shoshilinch xabar keladi.